Diqqat. Hop. 1, 2, motor bor. Katta muzika. Aktrisa o'z vaqtida komedik filmlardagi qahramonlari orqali tomoshabinlar mehrini qozongan. Keyingi paytlarda ko'proq uning tashqi ko'rinishidagi o'zgarishlar odamlar e'tiborini tortib, muhokamalarga sabab bo'lgani rost. Qahramonimiz taqdirida kechgan vaziyatlar tufayli ba'zi hayotiy qarashlarini ham qayta ko'rib chiqdi desak, adashmaymiz. Bugun shular haqida so'z boradi. Dastlab aktrisaga xos bo'lgan chapaqaylik borasida so'ragimiz keldi. Chapaqaylar haqida ular noyob iste'dod egasi. Chapaqaylar yer sharini faqat 13%ni tashkil etadi. Chapaqaylar juda mahoratli bo'ladi. Napoleon Bonapart, Charlie Chaplin hokazo buyuk odamlar chapaqay bo'lgan eshitsam xursand bo'laman. Plus tomon. Va yana bitta plus tomoni ikkita qo'limda ham ish qila olaman. To'g'rashga, o'qilishga, kesishga, hamma narsa. Minus tomoni adashaman. Chap tomonga desa o'ng tomonga qayrilaman, ketaman, o'ng tomon desa chap tomonga. Menga hozir bu tomon, endi bu tomon deyish kerak. O'sha bolalarni ham yoqasidan ushlab yur orqaga dirkan. Gaplashamiz. Nimaga men yaxshi ko'rar ekansan? Sevgi nimaligini, sevish qanaqaligini, sevilish qanaqaligini bilib o'lyapman. Orzularim qanotida olib ketgan qaldirg'och. Uyga borib, nima olib bordingiz Toshkentga? O'zingiz borib, mana o'qiy bormayman degan kunlarim ham bo'lgan. Undan ko'ra ayt. Senga sevgim tugadi. Boshqasini sevdim deb ayt. Hech kimni kutmayapman, hech narsani kutganim yo'q. Hamma fokusni o'zimga berganman. Vatan og'ir, bosiq, o'ta uyalchang edi, o'ta or nomusli edi. Men juda sho'x edim. Gapga chechan, hozir javob, gap yutmaydigan, nima bo'lsa darrov yoqasidan urib yur orqaga, unaqa urishan, bitta chiqasanmi deydigan edim. Hozir eslasam kulaman. Hattoki sevgi izhor qilgan bolalarga maktabda bo'ladi-yu, unda SMS yo'q edi, anaqa xat yozishardi. O'sha bolalarni ham yoqasidan ushlab yur orqaga dirkan. Gaplashamiz. Nimaga men yaxshi ko'rar ekansan? Fatma bo'lsa juda uyalchang edi, hattoki o'sha kimnidir gapi yoqmasa, kimgadir masalan misol qilib aytganda yigitlar gap otardi, yuradi. Ularga rad javobini berishga ham ular rahmi kelardi. Keyin ko'plari Fatma Zuhra ekanligimizni bilmaganlar, men Fatma bo'lib chiqardim oldiga. Sen unaqa emas eding-ku, buncha anaqa bo'psan, sen unaqa bosiqqina eding-ku, sen shunaqa qilding. Sen mana shu har kun kelaverib mana shunaqa bo'ldim. Asabiylashyapman deb. Keyin borgandan keyin unaqa Fatmani xavotiraman endi kelmaydigan qildim deb shunaqa qilardim. Imtihonlarni topshirardim. Imtihonlar topshirganda o'sha paytda o'z aktrisalikni boshlabman-da deb o'ylab qolaman. Imtihonda o'qituvchilar biza bir xil edikda, o'qituvchilar onamni chaqirib iltimos bir xil kiyinardik. Agar bitta kiyim, bitta mana tugmasi pastda bo'lsa, Fatmaniki, meniki tepada bo'lsa, yo'q, bir xil emas deb kiymasdik. Shunaqa paytda ayam shu darajaga keladi, yig'lardilar. Maslaga undan kam edi-yu, kiyim topish, qayerdan topay sizlarga bir xil deb. Keyin o'qituvchi aytdi-ku, bir nimasini ustidagi jemperini har xil rang qilinglar, biz adashyapmiz deb. Keyin har xil rang qildi, shundan ham ana sho'xligimni qarang. Bunaqa meni chaqirardi, o'zim bo'lib javob berardim doskaga chiqib. Keyin anaqa o'qituvchi uni oldida jurnal turardi-yu, jurnal egilib, menga baho qo'yguncha, "Bu Fatma" deb shundoq ustimdagi jemper almashtirib olardim. Mana bunaqa o'tirgan bo'lardik-da, shunda bu tomonga o'tirib anaqa
Fatimaga dastga yetsa shunday man chiqardim yana. Lekin javob berganda sekin javob berardim Fatima bo'lib. Rus tili o'qituvchimiz bor edi, Xudo rahmat qilsin, Roza Mixaylovna. "Я все равно вас поймаю, Saliyev" dedi. Hattoki imtihonlarni ham topshirganman. Bizda shunaqa edi, egizaklar mana hind kinolarida ko'rsatadi-ku, bittasi og'risa bitta joy, shunaqa bo'lardi, sezardim. Maktabga tugatib ikkita joyda ishlaganimizda Fatma mazasi bo'lmayapti deb, keyin ish tugagandan keyin birga meni ishxonamga kelardi, birga aylanib uyga ketganda bugun biron mazam bo'lmadi derdi. Sezardik bir-birimizni. Fatima og'ir tufayli olamni tark etganida 26 yoshda edi. Qahramonimiz o'sha kunni eslaydi. Men o'sha kuni ertalab kecha kasalxonada edi. O'zimda bo'lmaganman. Doktorlar eshityapman, bo'lmaydi deb keyin hushimdan ketganman. Qo'shninikiga olib borganlar. Keyin ukol qilganman, nima qilgan, xullas kalom uxlaganman, chunki bir oy uxlamagan edik anaqada. Keyin shunday uyg'onsam singlim bilan qo'shnim boshim ustida turibdi, bunday qarab uyg'onib, "Darrov Fatma qani Fatma? Yaxshimi?" desam, keyin singlim aytdiki, endi bizada xur ketgan qizlarni kelinchak qiladi-da. Sepadagi hamma narsani qo'yadi tobutning ustiga. Fatma kelinchak qildik degandan bildim o'lganini, lekin kirib ko'ra olmadim. Yotibdi, ishonmayapman. Odamlarga qarab, "Nimaga keldinglar? Yolg'ondan-ku" deb ko'mib kelgan kuni tushimga kirdi. Bilasam qanaqa o'lganimni bildim. Shunday tursam, yengil bo'ldim. Kasalmasman, oynaga qaradim. Oynaga qarasam, doktor noto'g'ri operatsiya qilaman, bu yerda nima aypam qilib qo'ygan edi, ko'zini bittasini ko'r qilib. Ko'zim ham ko'ryapti, anaqam ham yaxshi. Keyin hammaga baqiryapman, "Ey, men yaxshi" deb hech qaysinglar eshitmayapsizlar. Keyin xonamga kirsam, o'lib yotibman. O'shanda bildim, dedi. "Sen ikkita dunyoda yashaysan" dedi. Biz egizak edik-ku. Zuhrani o'z hayotini san'at bilan bog'lashi kerakligi ham aslida Fotimaning vasiyati edi. Qahramonimiz bergan va'dasining ustidan chiqish uchun Toshkentga ketishi kerak bo'ldi. O'sha oxirgi payt kasalxonada yotganda tush ko'rdim, menimcha o'laman dedi. Biz ikkalamiz bir-birimizga tushimizni aytib o'tirardik-da, lekin shu tushini aytmay ketdi. "Yo'q, men unaqa deyapsan, men tushimga kirdi. Lekin sendan bitta ashula ayt" dirdi, kuldirdi. O'sha paytda yotgan paytida uni kuldirib, qo'shnilarimizni kopirovka qilardim, hammani o'xshatardim, o'qilardim. Keyin anaqa qilganimda ashula yaxshi ko'rgan ashulasi Nasiba Abdullayeva, "Orzularim qanotida olib ketgan qaldirg'och" bor, o'shani aytdim. "Sendan zo'r komediyan aktrisa chiqadi" dedi. "Men endi kira olmayman. Men uchidan kirib o'qiysan." "Yo'q, unaqa demadi, menga va'da ber" dedi. "Xo'p" dedim. Shundan keyin bir oydan keyin bo'lmay qoldi. Borish imtihon 25 ga to'lib 26 yoshda Nasiba Abdullayeva O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini olgan. 26 yoshda men qanaqa qilib anaqa bo'laman? Hayotimni noldan boshlash hayolimga ham kelgani yo'q. Fatmaga va'da berganimdan keyin bo'ldi, shu bilan kelish hayolimda yo'q, tushimga kiraverdi. "Nimaga ko'rmayapsan? Nimaga va'dang qilmayapsan?" Yaxshi joyda ishlardim, poliklinikada. Juda yaxshi edi kollektivimiz. Bosh vrachimiz bor edi, hali ham borlar, umrlar uzoq bo'lsin. Rashidov Nodir aka Vahobovich. Ular juda ko'p menga shu Fatma kasal bo'lganda anaqa juda ko'p nima hakam bo'lganlar, yordam berganlar, oyligimni ko'targanlar. Juda haligacha minnatdorman. Ular o'zlari qo'yib yuborganlari kelmadi. Anaqa ta'til oldimda o'z hisobimdan borib kelay dedim. Imtihonlar boshlanishiga 5 kun qolgan. Said opamnikiga bordik. Minir opam oldilariga olib bordilar.
Minnar opam nechiga kirgan? 25. Aktrisalikka qarilik qiladi dedilar. Shu qarab yig'labman. O'zi kirgim kelmayapti. Ichimda qanaqadir alam bo'ldi-da, shu Fatma bo'lsa, qaniydi dadam yoshligimizda qo'ysa, kirardik-ku deb mamnun turib yig'lasam, Minnar opam menga qaradilar. Voy, qanaqa yig'ladi haqiqiy aktrisadek. Anaqa bilib ko'zini tushi bo'yalmadi-ku dedilar. Mayli anaqa qilaman, lekin Said opamning shunaqa odatlari bor, mardi maydon deydilar. O'zida bo'lsa oling dedilar. Bo'lmasa olmasangiz xafa bo'lmayman. Bizani soha mardi maydon. Bo'lmasa ham palonchini jiyani ekan, palonchini singli ekan deb o'qita olmaysiz, qiyin. Lekin bor, bilaman o'zida deb tashlab ketdilar. Endi har kun konsultatsiya bo'lardi-yu, borish kerak. Boryapsanmi dedilar Said opam. Men uyalardim-da. Kursdoshlarim mendan kichkina. Hattoki o'qishga kirganligi domlalar ham mendan kichkina bo'lgandi-da. Keyin uyalardim-da, Gulsara deganam bor edi, o'shanikida o'tirib kelardim. Keyin bir kun Said opam o'zlari olib bordilar. Nima qilishimni bilmay bormaganman, yolg'on gapirganman. O'sha yerda o'zida to mani galim kelguncha o'sha yerdagi ana institutlarni ko'rib, hamma narsani ko'rib, voqeasini boshqa qilib ko'rsatganman. Bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Parda Xoldarovich. Xabarim yo'q, biror narsani taqilatishyapti yo Nimaga shu paytgacha xabaringiz yo'q? Hozir bilib chiqaman. Yo'q, hozir bilib chiqamiz. Shundoq bo'lsin. Zuhra Soliyeva aktrisa sifatida teatrda ham, kinoda ham o'zini namoyon qila oldi. Bugun esa boshqa aktyorlar kabi yangi rollardan umidvor yashayapti desak, yanglishmaymiz. Hozir aktyor, aktrisalar, men o'zim ham faqat ijtimoiy tarmoqlar bilan cheklanib qolyapmiz-da. Shuncha o'qib, shuncha azob yeb, och qolib, diplomli aktyor, lekin ilojimiz yo'q. Nimadandir chiqishimiz kerak-ku. Qayerdandir pul topishimiz kerak-ku. Mana shu san'atkorga shu hozir ijtimoiy tarmoq ham bo'lmasa, o'shanga ham chiqmasa, san'atkor bu undan ko'ra o'lgani yaxshi. Shuning uchun qachon shunaqa bo'larkin, qachon mahoratlilarga oz e'tibor bor, ko'proq e'tibor beriladi-ki, mahoratlilar chetda qolib ketmaydi. Sponsor topmaganlar chetda qolib ketmaydi deb bir o'ylanib qolaman. Hozir bularni har kun o'ylasam kasal bo'lib qolaman. O'zimga o'zim motivatsiya beraman. Sen o'ylaganingni bilmay o'zgarardimi? Undan ko'ra mazza qilib ko'p o'qiyman, audio kitoblar eshitaman. Hammasida, hadislarda ham, o'sha psixologik kitoblarda ham hammasida sabr degan, bilasizmi? Sabr va boriga shukr degan. Yo'qolib qoldi. Ketadi. Biriga kirib ketmagandir-ku. Uf, balkim kirib ketgandir. Ko'zingni katta-katta ochsang bo'lmaydimi mana bunaqa qilib? Bundoq qilib ochdim, bo'lmadi. Qahramonimiz garchi kech bo'lsa-da, 38 yoshida yorug' niyatlar bilan turmushga chiqdi. U tanlagan erkak o'zidan 7 yosh kichik edi. Qarasam, yaxshi, ko'rinishi yaxshi. Onalar bilan gaplashuvdim, opalari, hammasi o'qimishli, taqvodor, yaxshi, Xudoni tanigan odamlar dedim. Nimasiga xursand bo'lim? To'g'risi, agar ota-onasi yo'q yetim desam, o'sha paytda tegardim, tan olaman. Chunki yoshim o'tyapti, tug'ish davri tugamasdan bolalik bu olay deb tegdim. Ko'p surishtirmadim. Keyin buni qanaqa yaxshi qiliqlari bor ekan, biz bundan buntoq bexabar ekanmiz. Uni surishtirmadim, to'g'risi. Men ham, честно говоря, birovni yaxshi ko'rgim kelyapti. Senga o'xshab. Chin yurakdan. Men odam bo'lmadim, Zabar. Bu yurishimni qara. Shu ham hayot bo'ldimi? Bir tiyin. Buni hammasi bir tiyin. Bu hayot emas, o'rtoq. Bu hayot emas. Bo'ldi qiz. O'zingni bos. Ayollik baxtiga tashna kun kechirayotgan aktrisa oradan 4 yil o'tib endi bunday yashashda davom etib bo'lmasligini his qildi. 4 yil ichida to'g'risini aytaman, men ayoldek erkanlanmadim. Men ayoldek his qilmadim o'zimni. Shirin gap eshitmadim.
man xuddi o'zimga bola asrab olgandek bo'ldim. Hattoki bir xil payt kulib bolam turam dirdim. Bitta bola bo'lguncha menga ayoldek qara, keyin umrbod ketsang ham mayli, qaramasang ham mayli deb yig'lagan kunlarim esimga tushadi. Hozir eshitishlari mumkin. Yana yomonlabdi. Bu yomonlashmas. Siz so'rayapsiz boshimdan o'tganini aytyapman. Yolg'izligimga sog'intirding dedim. Ket, iltimos ket dedim. Hamma narsani oldiga qo'ydim. Mashinani nomimga o'tkaz, keyin ketaman dedi. Mayli dedim. Nomiga ham o'tkazdirdim. Shu qancha pullarim bor, yiqqanlarim bor, tillalarimni hammasini qildim. Faqat ket, iltimos sendan ket, men charchadim dedim. Nimasini aytay? Oldingi holat, hozirgi holatimni video qo'ysam, u kun bitta o'qimishli, ro'mollik ayol, mana sen meni bilan yoshing teng. Sen oldin meni bolam bor, navaram bor, senda hech narsa yo'q deb shunaqalar yozganlar bo'ladi. Ular bilmaydi-ku. Men tug'mazay ayol emasman. Men sog'lom ayolman. Men ayoldek mehr ko'rmagan ayolman xolos. Keyin o'shalarga yozmoqchi bo'ldim, keyin yana yozmadim. O'zingizda navara bo'lsa, bola bo'lsa, navarangiz bor, qizingiz bor, qizingizni qizi bor, tavba deb yoqangizni ushlang demoqchi edim. Bu narsani hech qachon nima qilib yuzga solib bo'lmaydi, tavba deyish kerak. Hamma ayolni dili bir xil og'riydi. Undan ko'ra ayt. Senga sevgim tugadi. Boshqasini sevdim deb ayt. Azob nima ayol kishi ko'p kasal bo'lyapti hozir. Ko'krak saratoni, bachadon saratoni. Bu hammasi psixosomatika deydi meditsinada. Erkak kishidan xafagarchilik shu narsaga olib keladi. Sizlar ular deb o'ylamanglar, bilmaydi, bilmayapti-ku, hammasini biladi. Sizlar yashirganingizdan oldin hamma narsani bilib bo'lgan. Bu nima qilganingiz? U ketdi. Ey xudo, tinchlik bormi? Yana boshlandi. Ha, eshityapsizmi? U ketdi u. Kim ketdi? Ketsa ketaversin. Tinchgina uxlayotgan edim. Haligi. Voy, Kimsiz? menmi? Men Davron. Sizga nima bo'ldi? O'zi ularni zo'rg'a tuni bilan avrab aldab chiqdik. Ko'chada qolgan qizimiz yo'q deb ketib qolishdi. Keyin yana qaytib kelishdi. Keyin yana ketib qolishdi. Insofli odamlar ekan. Keyin yig'lab yana qaytib kelishdi. Endi tochni ketib qolishadi. O'sha 2-3 marta kuyganam, baribir ham ichida umidi bo'ladi. Men ham hamma qatori ayolman. Umidim bor. Menni o'zimni yaxshi ko'rsin. Men qanaqa bo'lsam shunaqa qabul qilsin. Eng yomoni birovlarni gapiga kirib, u yomon desa, yaxshi ko'rib turib, aynib ketib, yarim yo'lda qolib ketsa, shundan yomon. O'zini fikrida yuradigan bo'lsa, meni sevishini bilib tursam, albatta shunaqa odam bo'lsa, baribir umrimni oxirigacha o'zimni ayoldek his qilish orzuyim meni tark etmagan. Meni Fotimam rahmatli bitta bolani sevib, o'sha sevgi dardida siqilib shuncha kasal bo'lib o'tib ketdi-da. O'shanda bitta sevib shuncha kasal orttirding-a o'zingga deb yig'lagan edim o'sha oxirgi marta kasalxonada. Nima bo'lsa ham sevgi nimaligi bilaman, o'laman dedi. O'lsam ham sevgi nimaligini, sevish qanaqaligini, sevilish qanaqaligini bilib o'lyapman. Sen erta sevib qol, keyin meni tushunasan. Sevib qolsang, anaqa sevgan odaming qadamlarini borib o'zini ko'rmasang, u joydan millionta odam o'tib ketgandirdi. Lekin o'sha o'tib ketgan, o'tgan safar shetdan o'tuvdi deb qadamlarini qidirasan degan edi. Qaranglar. Nima bo'ldi qo'rqa bo'lsa? Men qo'rqamasman. Men qahramonman. Nima bo'ldi qo'rqa bo'lsa? Qo'rqichkada qahramon.
uyaling Qo'rqa. ko'xi chiqamish. Men qo'rq emasman. Men qahramon xo'jaman. Behol, qarang. behol telefonni. Uyaling shu yoshda ya. Men ko'rib olyapsizmi o'zi bu yerda? Ana endi qahramonimiz o'zini jarrohlik stoliga yotishga majbur qilgan omillar haqida to'xtalib o'tadi. Siqilishlar, stresslar oqibatida o'zi buqog'im bo'lgan. O'zi Fatma kasal bo'lgani 3,5 yil Fatmaga qaraganman, o'sha siqilishdan buqoq paydo bo'lgan. Keyin oliygohga kirdim. Oliygohdan ham stress, u bu bo'lib, ertadan ham buqoq orttirdim. Keyin yerga tegdim, yana battar siqildim, yana buqoq battar bo'ldi. Shu bilan buqog'i joniga tegib, bor, umuman ishlamayman, dori bersang ham ishlamayman deb ishlamay qolganda, mamlaqasiga anaqa xuddi shari shirasiz-u, mamlaqasiga nimaga bunaqa kengayibman dirdim. Qo'llarimga qaradim, mamlaqasiga ketyapti-da. Keyin bo'lsa semirsa mundoq ketadi-yu, bunday bo'lib qoladi. Meniki bunaqasi. Keyin vrachga bordim, Jahongirga bordim. Plastik operatsiya qilaman, gavdam kichkina bo'lsin degandim. Borib, qilsam ular aytdi, "Gormonlaringiz buzilib bo'pti" dedi. Buni tikla. Oldin yaxshi shunaqa jarrohlik chiqdi. Oldin bunaqa gormon buzilgan ayollarni, ko'pincha aksariyat ayollarni, erkaklarni ham, o'sha semirib shishib ketganlarni ham yillar davomida davolashardi. U ham ta'sir qilganga qilardi. U qancha pul, qancha mablag', qancha sabr toqat, ungacha gormon buzilsa, o'sha mana hozirgi paytda nima tuzalmas kasal manaman deb chiqishi mumkin-da. Yaxshi mana shu anaqa oshqozon kichraytirish operatsiyasi chiqdi dedi. Shu hisobiga gormonlar qaytadan ishlaydi dedi, uxlagan gormonlar. Oshqozon nima aloqasi bor? Chunki oshqozon gavdaga mos yeydi, ortiqcha yeyolmaydi. O'shaning uchun hozir siz ko'p yeb, ana oshqozon kengaytirgan gormonlar uxlab qolgan dedi. Ularni ishlatamiz dedi. Ko'zlari ba'zan quvnoq, ba'zan o'ychan boqadigan bu aktrisaning qalbida o'ziga yarasha ilinjlar bor. Lekin muhimi ishonch unga begona emas. Eng yomon narsa alamzada bo'lib yurish. U kasalga ham olib keladi, o'sha siz aytgandek jizzakka qilib qo'yadi, yaqin odamingiz dilini og'ritib qo'yasiz gapirib. Chunki holatingiz shunaqa, o'z qo'lingizda emas. Mana shu narsalar ketganidan xursandman. Hozir nima bilan o'zimga ishonchim yanada ortgani bilan va eng katta umr hayot qoidasini yaxshi o'zlashtirdim. Tirik ekanligimdan xursand bo'lib, tirikman-ku deb mana shunday ketyapman. Boriga shukur qilib. Bu ham bo'lar, bo'lsa bo'lar, bo'lmasa bo'lmas. Masalan, taqdir hammaniki har xil. Kimgadir yozilgandir, kimga yozilmaydi. Kimgadir o'ntalab o'y yoziladi, kimgadir bitta ham yozilmaydi. Taqdiri o'zgartirib, nimaga menda unaqa, nima shuncha ishlayman, u qilmayman demayman-ku, shunga siqilib. Ko'chada qolganim yo'q-ku. Boshpanam bo'lsa ham bor-ku. Shu uyni ijaraga bo'lsa ham menga berib turibdi-ku. Shunga shukur. Hozirgi Zuhra Soliyeva o'zi xohlagan rolni hayotda ham, ekranda ham, sahnada ham o'ynaydi. Hayotda sevimli ayol bo'ladi. Ekranda hamma ayollarga pozitiv bag'ishlaydigan, hayot bitta g'am bilan to'xtamaydigan obraz yaratadi. Sahnada esa yillar davomida tarixiy kitoblarda muhrlab qo'yadigan obraz yaratadi. Bitta bo'lsa ham yaratadi. Siz uchun yangidir mening hikoyam, qalbim hali sizga notanish qo'shiq. Bilmadim neni tanlaysiz,
kim zarga oshiq